Ko'rish solib chakkandan keyin falgaga soladi. Falgaga solib so'kchadigan trubkada yarmini kesib tashlaydi. Kesib o'shanda qozoncha qilib chakiladi. Qozoncha qilib chakilgandan keyin tuni chiqadi. Sekin jajgalkada pas oladi yoqadi niyiladi. Uni chakkaningizdan keyin boshqacha tishini beradi. Keyin uni nima qiladi? Uni chakkaningizdan 1 gramm oldingiz bo'ldi. O'shani chakib tugatmagunizcha joyingizdan tura olmaysiz. Misol uchun ko'pchilik hozir bilsa kerak, mana tushunib oladi. Men nima demoqchi bo'lganimda, tualetga kiradimi, bo'ldi, tualetda qolib ketdi. 2 kunmi, 3 kunmi mana shunaqa o'tirib qoladi tualet ichida, chakib qolib chiqa olmaydi. Jinni qilib qo'yadi, mana bitta joyda ushlab oladi. Miyani qotirib qo'yadi bitta joyda. O'sha chakirganingizdan keyin dozi ko'payib ketgandan keyin orqadan o'sha ugriga o'xshab chiqadi, yiring bo'lib chiqadi. Skorost mana shunaqa narsada so'l, qattiqroq organizmdan teshib chiqish kerak. Buni chakurasiz suv ichirmaydi, ovqat yedirmaydi. Faqat yeysiz nima bitta suv snigirsiz uni ham o'tkazmaydi. Shikalatlarni bitta o'tishi mumkin energetik naptika. O'sha avtomatik yurak taxikardiya bo'ladi. Yurak o'zi ishlamagandan keyin, uxlamaganingizdan keyin yurakning pulsi urishi 150-160 bo'laveradi, 200 ga yaqin uradi. Mashina chakib yurib ichiga kirib ketdi. Chakib ketgandan keyin skorost qolmagandan keyin mifga o'tdi. Mif qadakini mif oladi. Mif yilladi. Mif yillagandan keyin kraq qilib qo'yadi odam. O'zi keyin glyutsinatsiya boshladi. Mashina chakib ishonasizmi, Andijonga borib qolganman. Oldimda qizlar bor deb o'ylaganman, Andijonga borib bitta joyda to'xtab uxlaganman qishda. Ertalab soat 6 da bitta doda chiqib uyg'otib olib kirgan, shu yerda ovqat yeganman, o'zimga kelganman. Endi bu shunaqa salbiy oqibatlari bor bu narsani. Miyani birinchi o'chirib ketkazadi. Erkaklik testosteronni sindiradi. O'zi sekin erkak kishida qaramlik boshlanadi. Keyin xotinini qizg'anmaydi, o'zi dayus bo'ladi. Bu mashina qilib ketaveradi. Odam miyasini buzib tashlaydi, buzib yuboradi. Birinchi yotganimda men Sarakulkaga yotqizgan jinnixonaga. Endi full joylari gap bo'lishi mumkin emas, lekin u yerda ham shu narsa psixodrop, qonni yuvamiz, uni yuvamiz, 2 oy yotganman. U yerdan chiqqanman, 10 kun qaramligim yana oshib ketgan. Yana ko'payib ketgan, yana shu ahvol, yana glyutsinatsiya, mana shunaqa jinni kuruvlarga qo'shilgan, telefonlarimni sotib olgan xotinim Mizraga uzuvlari, tillalarini sotish boshlaganman. Yana jinnixonaga yotqizishdi, respublikanskiyga, Sergeliga yotqizishdi. Foydasi bo'lmadi. Mana hozir agar ko'rayotgan bo'lsangiz, men reklamalar qilyapti klinika, bunisi Toshkent shaharining hamma klinikaga, даже Almataga ham borib kelganman, Qirg'izistonga ham borganman, Bakuga ham borib lecheniya olganman, bo'lmaganman-da. Chunki o'sha dori, o'sha ximikat, yana o'sha narsa. Ana miyasini ochib operatsiya qilib tilla qo'yib qo'yamiz, u kinnigidan bir balo qiladi. Okey, bo'lmagan narsalar bu narsalar. Chunki ximikat beriladi, yana o'sha psixotroplar beriladi. Xohishoning, mana xohishomga banisida yotganimda menga ovqatga tiqib olib kelishardi. Salafanda o'rab, banisani ichida zakritida yotib, chakib hillab yotganman. Demoqchi bo'lganim, tuzalmaydi paka uzilmaguncha. Narkomanlar bir-birini hech qachon tashab qo'ymaydi. Mana gostinsalarda ham ishoning, qizlar, bolalar gol, gruppoy bilgan boqqina yotib, ishtoncha bo'lib. Kvartiralar, gostinsalar onasini